Assalomu alaykum, xayrli kech barchaga. O'zbekiston Superligasi 2025 markaziy uchrashuvlardan biri. Vodiy derbisi 24-turda Istiqlol stadionida Neftchi Andijonni qabul qilmoqda. Atmosferani ko'ryapsiz. Neftchi muxlislari jiddiy tayyorgarlik ko'rishgan va albatta Ultras Burgut ham shu yerda. Ikkala jamoa ham hozir g'alabalar bilan yetib kelishyapti ushbu o'yin. Biri titul sari, biri esa Superligada joyini mustahkamlash uchun. Ikkalasi ham mag'lubiyatni tan olmaydigan kayfiyatda bu o'yinga yetib kelishdi. Asker monitorga qarab qo'ydi, ketdi. Vodiy derbisi start oldi do'stlar. Va tarkiblarni ham boshlab yuboramiz. Neftchi mezbonlar darvozada birinchi raqamda Botirali. Yana chap qanotga Iskanderov uzatmani amalga oshirib berdi. Alisher Fitlar zarba ham yo'llandi. Himoyachilardan to'p o'tmayapti. Keyingi urinish Jokichda. Kesib o'tib hujumga yetib borish. Ismoilov balkim fint ko'rarmi? Sabror o'tib ketyapti Azimovdan. Uzatma esa muvaffaqiyatsiz. To'xtashga majbur. Uzatma Ko'jo bir o'zi. Mana endi Abror Ismoilov yordamga yetib keldi. Ismoilovning o'zi tepishi mumkin. Pas berishga qaror qildi. Ko'joning zarbasi. To'qotayevdan seyv. Darvoza bo'sh va ustidan o'tib ketyapti. Ko'jo Samyurtni darvozasini ishg'ol eta olmadi. Rostdan ikki himoyachi orasidan qanot qoqqan edi To'qotayev va ana shu chap qo'liga tegib to'p qaytyapti. Qayta berilgan zarbada hal qilish mumkin edi, chunki To'qotayev muvozanatni yo'qotib qo'ygandi. Hozir esa Andijonning javobi. Ismoilov. Yaxshi kombinatsiya va penaltimi yo'q. Boya aytganimdek tegmagan ekan oyoq. Endi markazga zo'r pas Ismoilov. Alliboyev. Bor unda mana shunday xususiyat, uzoqdan tepish. Unga ko'chdi. Ismoilov. Akinado. Hammasini to'g'ri qildi. Yaxshi chiqib ketildi uzatmalar bilan. Iskanderov, Ko'jo endi zo'r aldadi, lekin biroz ko'paytirib yubordi. Ko'jo ammo lekin finti chiroyli chiqdi mana bu yerda. Hop. Narigi tarafga yubordi Novakni. Azimov ekan, ortidan kelib xalaqit bergan futbolchi. Jamshid Iskanderov va to'p qaytarilyapti. Andijon qarshi hujumga o'tib ketadimi? Yo'q. Akinade o'yinni davom ettirishga ruxsat berdi. Hakam ajoyib gol va bilasizmi kim? Eng faollardan biri Ismoilov. Juda kutilmagan zarbani yo'lladi Abror. Kam edi. Mana gol. Ha. Ketdi. O'zi va bam. Yaqin burchakka. Mana bu yerda Akinade keskinroq o'ynagandi, lekin to'p qoldi Neftchida. Qarang, hozir hakam hushtak chalganda Neftchi zarariga bo'ladi. Bo'ldi, birinchi taym tugatib qo'ya qoldi. Najaf Aliyev qarasa bahslar kuchayib ketyapti. 1-0 Neftchi oldinda. Davom etamiz Sport telekanalida Superliganing 24-turidan o'rin olgan derbi. Neftchi Andijon uchrashuvi davom etadi. Futbolchi tayyorgarlik ko'ryapti. Zarba yo'llandi. Alliboyev shu yerdan tepyapti. Ron va yomon chiqmadi urinishi. Urinishda ushlab oldi. Sherodilov. Ko'jo orqaroqqa uzoqdan zarba. Darvozabon joyida To'qotayev jon to'liq hujumga o'tib keta olmayapti. Hisob yiriklashib ketmasligi, xavfi borligi sababli. Hozir pressing, Ko'jo sovg'adan foydalanyapti. 2-0.
Matilla Hamidjonov uzatma berishda xatoga yo'l qo'ydi va Zoil Koja. Mana yana bir bor tomosha qilamiz. Orqaga pas, lekin negadir juda sekin pas. Hattoki To'qotayev bu zonada turmagandi, ya'ni gap zarba pas kuchida ham emas. Qanaqadir yo'nalish yoki sherigi turibdi deb o'yladimi? Tushunarsiz. Lekin Kojo his qildi. Buni boya qocha olmagandi. Hozir ishni oxiriga yetkazib. Sayfiyev qaytaryapti. Vladimir Yovich maydonga tushgan. Demak, Neftchi safida ko'rishimiz mumkin. Hozir yaxshi vaziyat. Zoil Koja zarba yo'llayapti va To'qotayevdan seyv. Yaqin yuqori burchakka to'g'ri. Ikkinchi qavatdagi kurash zarba yo'llanyapti va yana seyv To'qotayevdan. Takrordan ko'rishimiz mumkin. Zor. Vladimir Yovich markazga tomon yuryapti. Zarba yo'llayapti Yovich. To'qotayevdan navbatdagi seyv. Andijonda imkoniyat bo'lishi mumkin demoqchi edim. Yo'q. Uzoqlashtirildi va bo'ldi. Bahs o'z nihoyasiga yetmoqda. Istiqlol stadionida Neftchi Vodiy derbisini 2-0 hisobida o'z foydasiga hal qilyapti va turnir jadvaldagi intrigani yuqori cho'qqiga olib chiqyapti. Endi farg'onaliklarda 51 ochko, Nasafda esa 53. Do'stlar, xayrlashamiz. Oldinda qiziqarli bahslar bizni kutyapti. O'yinni Davron Fayziyev, Muhammad Soliyev sharhlab borishdi. Nasib qilsa navbatdagi efirlar orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.